Hakamlar haqida ko'p gapirishni istamayman. 50-50 vaziyatlarda doim u Inter foydasiga qaror qabul qildi. Yigitlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Kelasi mavsum biz yana qaytamiz. Inter ekstra taymlarda g'alabani ilib ketganidan so'ng Acherbi buni Inigoning yonida nishonlamoqchi bo'ldi. Vaziyatga Inigoning reaksiyasini ko'rishingiz mumkin. Deyarli hech narsa bo'lmadi. U buni qulog'imning tagidan nishonlamoqchi bo'ldi. Bu mendan oddiygina reaksiya edi, lekin hech qachon to'g'ridan-to'g'ri unga qarab tupurmadim. Tupugim undan 1 metr nariga o'tib ketdi. Agar uni to'g'ridan-to'g'ri yuziga qarab tupurganimda, hakam meni maydondan chetlatardi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Frenki, hozir ichingdan nimalar o'tayotganini, nimalarni his qilayotganing haqida aytib bera olasanmi? Kechirasiz. Bu shunchaki bir ko'ngilsizlik bo'ldi. Hozirgi holat shunchaki bir bo'shliqqa o'xshaydi. Faqat shunday. To'g'risini aytganda juda xafa bo'ldim. Finalga chiqa olmaganimizda. O'yinda burilish yasab 2-3ligida g'alabaga juda yaqin edik. Mayda xatolar evaziga yutqazish bu juda og'riqli bo'ldi. Yana shuni aytishim kerakki, biz bu mavsum Chempionlar Ligasida juda ko'p gol o'tkazib yubordik. Baribir bu muammo oxiri o'z ta'sirini ko'rsatdi.